Jenursin, bu nimasi? Uxlab qolibman. Voy, janob tirikmisiz? Ezilib o'tib ketibman. Jenursin, hech kim ko'rmadigan umiddaman. Bu yerdan tezroq ketishim kerak. Ana, yetib ham keldik. Ichkariga kirmayman. Ajoyib. Mayli. 12 ming-a? Ha, Yaxshi, mana 5, 10, 11, 12. ajoyib. Eshikni o'zingiz yopib olarsiz. Ajoyib. Yana ozgina yursa bo'lardi, ammo yo'q. Shu yerda otini tashlab ketish kerak. Ha, ajoyib. Hafta endi boshlanyapti va bemalol dam olsam bo'ladi. O'qish ham ortda qoldi. Endi 3 oy bo'shman. Faqat bobom tomorqadagi ishlar bilan razgruziya qilib tashlamasalar bo'lgani. Xo'sh, meni kutib olishlari kerak edi. Qiziq, lekin negadir ko'rmayaptilar. Okey. Bobo, uydamisiz? Deb, Nabiraginam. Assalomu alaykum. Va alaykum, nihoyat kelding-a. Ha, yetib keldim. Lekin meni kutishga chiqmadingiz. Bilasan, xullas, zavodda ishlar chiqib qoldi. Bugun sen bilan qola olmayman. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Ertaga qolarsiz. Albatta. Jenursin, lekin ertagacha ulgurishim shart. Kechqurun bo'lsa ham kelaman. Yaxshi, lekin nima bo'ldi o'zi? Bilasan, agar nimadir noto'g'ri ketsa, mana buni ol. Zavodda qandaydir Jenursin, bilmadim, muammo chiqibdi. Ertaga esa qishloq bayrami. Xullas, juda ham ishlar ko'p. Ulgurishim kerak. Bo'pti, xayr. Xayr. Jenurson, miyam qaynab ketdi. Shuncha ma'lumotlar bir necha soniya ichida. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Bu yerda bekor o'tirishdan foyda yo'q, shuning uchun ham yaxshisi Stanleyning yoniga boraman. U ham meni ancha-muncha kutib qolgandir. Tasavvur qilyapman qanchalik xursand bo'lishini va bu yerda bo'lgan hamma narsani so'rab olishim kerak. Qiziq, o'zi men yo'qligimda nimalar bo'ldi ekan? Bobom unchalik ham bular haqida gapirishni yoqtirmaydilar. Stanley, men keldim. Kim? Derb? Qanaqasiga? Ta'til. Ajoyib. Kela qol bag'rimga bosib qo'yay. Zo'r bo'libdi kelganing. Xo'sh, men yo'qimda nimalar bo'ldi? Bilasanmi, shunchalik ko'p ishlar bo'ldiki, Jenursin hammasini qanday aytib berishni bilmayman. Menda ancha-muncha qiziq narsalar bor. Yo'q, menga bunaqa narsalarni taklif etma. Mayli, o'zing bilasan. Men hali ham benzindaman. Shunaqami? Okey. Bilasanmi, bugun nima qilamiz? Menikida film ko'ramiz. Lekin afsuski, bobom zavodga ketib qoldilar va uyni qarovsiz qoldira olmaymiz. Jenursin, mayli, hech yo'q. Ertadan hammasini boshlaymiz. Albatta. Xo'sh, nimadan boshlaymiz hozir? Kino ko'rishdan. Okey. Xo'sh, nimani taklif etasan? Bilmasam, kelib so'rasa sen tanlaysan. Okey. Faqat menga g'alati filmlarni tanlama. Mayli. Xo'sh, o'zi pul qayerda edi? Bilmasam, qidirib ko'r. Okey, va ovqat ham tayyorlashimiz kerak. Kartoshka qovuramiz. Xo'sh, yaxshi g'oya. Stan, Nima bo'ldi? negadir aloqa yo'q. Xo'sh. Bobomga qo'ng'iroq qilayotgandim, lekin olmayaptilar. Bilmasam, televizor ham unchalik yaxshi ishlamayapti. O'chirib qo'ya qolay. Okey, nima qilamiz endi? Bilmasam, yur, biroz aylanib kelamiz shu bilan uxlashga. Tushunursin. Eshitdingmi? Zavod tarafdan keldimi? Menimcha shunday bo'ldi. Jenursin, bu menga yoqmayapti. Menga undan ham ko'ra ko'proq, axir u yerda bobom. Yursin, yurchi, nima qilamiz? Balki zavodga borarmiz, balki yordam kerakdir ularga. Shoshma. Kel dadamning mashinasini olamiz va zavodga tezda boramiz. Rostdan ham odamlarga yordam kerakdir. To'g'ri aytsan, lekin berarmikinlar? Beradilar. Hech narsa bo'lmasa, aylanib ham kelamiz bog'xonada. Jenurson, shundan ham plyus topasan, Albatta. Bo'pti. Janob Tomas. Chiqyapman. Xo'sh, Derb. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mana sen qayerga g'oyib bo'lgan ekan? Men bilan edi. Bilasizmi, eshitdingizmi, hozir portlash bo'ldi zavod tarafda. Shuning uchun biz tezroq borishimiz kerak. U yerda bobom bor, balki odamlarga ham yordam kerakdir. Aloqa esa yo'q. Stop. Unda olishinglar mumkin mashinani. Ammo ehtiyot bo'linglar, ertaga uyga borishim kerak. Menga kerak bo'ladi. Sog' salomat mashinangizni qaytaramiz. Ajoyib, endi tezroq zavodga shoshilish kerak. Nima deb o'ylaysan? Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Istalgan narsa bo'lishi mumkin. Axir bu zavod texnogen halokatlari u yerda bo'lib turadi, ammo bunaqangi portlashni kutmagandim. Umid qilamanki, hech kimga ziyon yetmagan, chunki kimyoviy zavod bu unchalik ham yaxshi narsa emas, senga aytsam. To'g'ri, va qishlog'imiz yonidagiligi ham yomon. Bunisi 2 barobar yomon.
U Jinurson bu yerdan chiqib olsak bo'lgani. O'zi haydashni bilasanmi? Albatta, qandaydir haydayapman u hozir. Ha, yaxshi. Men umuman haydashni GTAda o'rganganman. Shuning uchun ham dadam menga bermaydilar. Ajoyib. Men ham shunda o'rganganman. Ha, unda mayli kamarni taqib ola qolay. Aha. Yo-moyo. Tushunursin. Bo'lmasa. Ikkinchi portlash bo'ldimi? Ha, sezdingmi? Qandaydir yaqinroq bo'ldi. Ha. Stop, hozir kiramiz. U Jinurson. Ana yerda nimadir yonyapti. Ko'rdim. Jinurson. Kiramizmi? Ha, albatta. Nimaga hech kim ko'rmayapti tashqarida? Bilmasam. Rosonam. Jinurson. Mana bu yerda qarasam to'siq buzilgan ekan. Oppa. Qiziq. Buni kim buzgan bo'lishi mumkin? Bilmasam balki diversiyadir. Ha, yo'q. Qanaqa diversiya? Kirchi. Lekin Ker. okey. Xo'sh. Rosonam. Menimcha hozir mana bu sklad portladi. Orqa tarafdan nimadir portlagan, chunki u yerda maishiy zona. Ha, shunday bo'lishi mumkin. Kelchi, lekin bu eshiklardan u yerga kirishni iloji yo'q. Men bu yerda bo'lganman, shuning uchun faqatgina shu yerdan kirishimiz mumkin. Jinurson, agar albatta ichkaridagi eshiklar ochiq, yo'q, hammasi yopiq ekan. Yo'q, endi nima qilamiz? Politsiya chaqirish kerak. Aloqa yo'q dedim-ku senga. Ha, Jonson nima portlagan bo'lishi mumkin? Balki mana bu qutlarning ichida biror nima bo'lgandir. Ha, bo'lishi mumkin. Jinurson. Yo'q. Ko'rdingmi? Nimani? Nimadir yugurib o'tdi. Nima yugurib o'tgan bo'lishi mumkin? Bilmasam, qanaqadir. Jonson, bitter. Yo'q. Yordam ber. Bu nima bo'ldi? Xudoyim, qochish kerak tezroq. Jinurson, bu bo'lishi mumkin emas. Bu nima edi? Menimcha, yo'q, bu aniq odam emas. Yo'q, mashinaga vaqt yo'q. Jinurson, Stanley qolib ketdi. Yo'q, dadasiga nima deyman? Jinurson, lekin bu nima edi? Ammo qanaqasiga shunchaki ochiq eshikdan yugurib kelib tashlandi. Menimcha portlash va mana bularning hammasini bir-biriga aloqasi bor. Yo'q, dadasi so'rab qolsa nima deyman endi? Jinurson, bobomga nima bo'ladi? O'yla. Aloqa bo'lishi kerak. Aloqa bo'lsa kerak. Yo'q, bu emas. Xo'sh, mana. Xo'sh. Jinurson, aloqa yo'q hali ham. Yaxshilab o'ylash kerak. Mayli. Hozir ovoz chiqarmay o'tiraman. Umid qilamanki, ertalabgacha biror nima o'ylab topishga ulguraman. Yo'q. Jinurson. Bobom nima bo'ladi endi? Stanleyning dadasiga nima deyman? Yo'q, axir qanaqasiga? Yo'q. Jinurson, bu yana nimasi? Tushunmadim. Ko'chadan eshitildimi? Yo'q. Tushunmadim. Stop, bu yana nima bo'ldi? Zombimi? Zombilar. Jinurson, hozir yashamasam men ham birortasiga yem bo'laman. Eshikni yopish kerak. Eshikni hozir muzlatgich bilan yopib tashlayman. Jinurson, bo'ldi. Endi nima qilaman? Menimcha ularning ko'pchiligiga qaraganda rost akam zombi apokalips boshlandi, ammo qanaqasiga axir? Yoki kimyoviy zavoddagi portlash bilan bog'liqmikan? Bilmadim. Stop. Tushunmadim. Bobo, tirikmisiz? Bu nimasi ko'chada qanaqangi maxluqlar yuribdi? Zombi apokalips boshlandimi? Zavodda Stop, faqat bu emas. Stop. Jinurson, yo'q. Sekin. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Faqat bobom emas. Endi nima bo'ladi? Yo'q, yaqinlashma. Iflos. La'nati, yo'qol yerda. Tegma menga. Jinurson, yordam beringlar. Kim bor? Mana. Oy. Tush ustidan. Hammasi joyidami? Janob Tomas. Derb, Stanley qani, sen bilan emasmi? Bilasizmi? Janob Tomas. Xo'sh, nima bo'ldi? Kirib olibsiz-da bu yerga. Ha, muzlatgichni surib kirdim ovozingni eshitganimda. Xullas, Stanleyni bulardan biri yeyib ketdi. Men harakat qildim uni ogohlantirishga, ammo shunchalik hammasi tez bo'ldiki, qo'limdan hech narsa kelmadi. Meni kechiring. O'zingni ayblama. Bunda sening aybing yo'q. Uni qutqarib qola olmadim. U meni yagona yaqin edi, ammo qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Bu taqdir ekan. Xullas, gapni ko'p cho'zmasdan biror nima ol, qurollan. Lekin hech bo'lmasa pichoq ol. Xo'p, bo'ladi. Jon bergan yaqinlarimiz sharafiga tirik qolishimiz shart.
Ulardan qasos olishimiz kerak. Kim bu ishni boshlagan bo'lsa, har bittasini. Ha, men buni taniyman. Ana shu bizga zavodga hujum qilgandi. Eslab qolganmiding uni? Ha, uni basharasini unda bo'ladimi? Endi har bir tushlarimda ko'rib chiqaman. Ola qol. Senga bobom uchun, esa Stanley uchun. Bu esa mana. Ola qol. Bo'ldi. Jo'yo, gap bo'lishib. Yo'q. Janob Tomas, nima bo'ldi? Bu yerga bir qara. O'lja. Politsiyachi. Ha, yomon emas. Uni tiklab ko'r. Nima? Tiklab? Yo'q. Voy, tirik qolish uchun bizga qurol kerak. Politsiyachida esa qurol bo'lishi aniq. Shuning uchun bo'la qol. Lekin mayli hozir. Xo'sh. Glock bor ekan. Ajoyib, ishlatishni bilasanmi? Ha, video o'yinlarda o'rgangandim. Magazin. Yaxshi, xo'sh. Hozir. Ratsiya. Ajoyib, ishlatib ko'rchi. Hozir, lekin buni qayerni bosay? Bosaver hamma tugmalarni, yondagilarni. Hop. Ha, yo'q. Birorta ham to'lqin ishlamayapti. Hammasi tushunarli. Mashina qayerdaligini bilasanmi? Ha, zavodda edi. O'sha yerga boraylik demoqchi edim. Ajoyib, o'sha yerga ketdik unda. Xo'p, bo'ladi. Lekin mashinani olib nima qilamiz? Shaharga borishga harakat Diqqat, qilamiz. obyektga hozir gapyapti? hujum boshlanadi. Hamma yashirinsin, hamma pana joyga o'tsin. Ofitserlar. Obyekt X nima bo'lishi mumkin? Balki zavoddir. Zavod bo'lsa, lekin nimaga zavod? Chunki o'sha yerda menimcha virus tarqaldi. Jenderson, endi nima qilamiz? Bilmasam, yashirinish kerak.